Omonat. Alloh aytadi: albatta biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'larga taklif qildik. Bas ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Uni inson ko'tardi. Darhaqiqat u o'ta zolimdir, o'ta johildir. Ahzob surasi 72-oyat. Bu oyatdagi omonatdan murod Allohdan qo'rqish kerakligi va savob ish yoki jazoga qolish kabi narsalardir. Qurtubiy deydiki, oyatdagi omonat kalimasi barcha diniy vazifalarga oiddir. Ba'zi olimlar derki, omonatning osmonga va yerga topshirilishi bu bir tamsil. Uning sharhi shundaydir: osmon va yer shu qadar katta bo'lishiga qaramay, agar omonat, ya'ni ilohiy amrlar ularga yuklansaydi, og'irlik qilgan bo'lardi. Omonat so'zi iymon so'zidan yasalgandir. Allohning amrlaridan tashkil topgan omonatni kimda kim yaxshi muhofaza qilsa, Alloh ham uning iymonini yaxshi muhofaza qiladi. Shuning uchun ham Rasululloh shunday marhamat qiladilar. Omonatni yaxshi saqlamaganning iymoni yo'qdir. Ahdida turmaganning dini yo'qdir. Shoir deydiki, xiyonatga qo'rqmay borgan halok bo'lgay. Omonatni asramagan qurur gulday. Dini bilan insonligi tashlab ketgay. Uni bir musibatlar ta'qib etgay. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, mo'min xiyonatsiz va yolg'onsiz go'zal fe'l atvorga ega bo'ladi. Ishlarida xiyonat va yolg'ondan bo'lmasligi kerak degan ilohiy nizomga itoat etadi. Ummatim omonatini g'animat bilmaydi, ya'ni o'lja deb qabul qilmaydi, sadaqani majburlab olmaydi. Shunday qilgandagina xayrli yo'lda yurgan bo'ladi. Sizga omonatga berilgan omonatni qaytarib bering. Xiyonat qilganga xiyonat qilmang. Buxoriy ham Abu Hurayradan shu hadisni keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, munofiqning 3 alomati bordir. So'zlaganda yolg'on qo'shadi, va'dasida turmaydi, omonatga xiyonat qiladi. Omonatga xiyonat deganda sirni fosh qilish, o'ziga topshirilgan narsaga yo inkor etish, yo ehtiyot qilmaslik, yoxud ruxsatsiz foydalanish yo'li bilan xiyonat qilish tushuniladi. Omonatni ehtiyot qilish muqarrabin malaklarning va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifati, taqvo egalarining mijozidir. Alloh buyuradi: albatta Alloh sizlarga omonatlarni o'z ahliga topshirishingizni va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat ila hukm qilishingizni amr qilur. Alloh sizlarga qanday ham yaxshi va'z qilur. Albatta Alloh o'ta eshituvchidir, ko'rib turguvchidir. Mufassirlar derlarki, bir oyat bir necha shar'iy asoslarni o'z ichiga olgan. Idorachilar va barcha amaldorlar bu oyatga quloq solishni talab qiladilar. Bu to'g'ri, ammo bu hol ularga mazlumlarni qo'llash va ularning haqlarini himoya qilish majburiyatini yuklaydi. Bu ular uchun bir omonatdir. Yana musulmon aholining, ayniqsa yetimlarning mol-mulkini tajovuzkorlardan asrash ham idorachilarga vojibdir. Olimlarga esa avom tabaqaga din asoslarini o'rgatish vojibdir. Avom tabaqaga diniy asoslarni o'rgatish ular uchun bir omonatdir. Bu omonatni ko'z qorachig'iday asrash olimlar zimmasidagi majburiyatdir. Bolalarni go'zal axloqli qilib tarbiyalash va ulg'aytirish otalar zimmasidagi majburiyatdir.
Chunki avlod ota-onaga berilgan bir omonatdir. Bu omonatni saqlab qolish unga go'zal tarbiya berish deganidir. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuradilar: hammangiz cho'ponsiz, hammangiz suruv uchun javobgarsiz. Zaharur Riyozda shunday yozilgandir. Qiyomat kuni birovni Alloh huzuriga keltirdilar. Alloh so'raydi: falonchining omonatini qaytarib berdingmi? Yo'q, yo Rabb. Bu javobdan so'ng Alloh bir farishtaga buni jahannamga olib boring va jahannamning bir chuqurida olgan omonatini aynan ko'rsating, deb amr etadi. U jahannamda yuqoridan pastga qarab 70 yilda tushadi. So'ng bir chuqurga boradi va olgan omonati bilan yuqoriga chiqadi. Endi ustki tabaqaga kelganda oyog'i toyib ketadi, yana chuqurga qaytib tushadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoati natijasida Allohning lutfiga sazovor bo'ladi. Ya'ni omonat egasi omonatga xiyonat qilgandan rozi bo'lgunga qadar o'sha yuqoriga chiqish va pastga tushishlar shu tariqa davom etaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bo'lgan Salamadan bir rivoyat bor. Salama deydiki, bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonida o'tirgan edik. Namoz o'qiladigan paytda bir odamni janozaga olib kelishdi. Rasululloh so'radilar: qarzi bormi? Dedilar: yo'q. Shunda uning janoza namozini o'qidilar. So'ngra yana bir odamni janozaga olib kelishdi. Rasululloh so'radilar: qarzi bormi? Dedilar: ha. So'radilar: biror narsasi qolganmi? Dedilar: 3 dirham puli bor. Shunda janoza namozini o'qidilar. Keyin 3-chi bir mayitni janozaga olib kelishdi. Alloh rasuli yana so'radilar: qarzi bormi? Dedilar: ha. Rasululloh so'radilar: biror narsa qolganmi? Dedilar: yo'q. Rasul akram buyurdilar: u holda do'stingizning janozasini sizlar o'qinglar. Qatoda rivoyat qiladi: ey Allohning rasuli, men sabr qilib qochmasdan dushman qarshisida Alloh yo'lida o'ldirilsam, Alloh mening gunohlarimni af etadimi? Rasululloh aytdilar: ha. So'ngra u odam burilib ketayotganda orqasidan shunday deb qoldilar: Alloh shahidning hamma gunohini af etadi, faqat qarzni af etmaydi.